Assalomu alaykum aziz quvvalilar, kanalimizning a'zolari. Quva tumani Markisda, ya'ni katta yo'lni bo'yida 14 sotiklik ushbu xonadonimiz sotiladi. Bu yerda 5 xona uy bor. Mana shu holatdagi uyimiz tepalarni alkafonga moslab qo'yishgan ekan. Agarrotlari keng. Xudo xolasa bu ishlab chiqarish qilsalar ham bo'laveradi, do'kon qilsalar ham bo'laveradi, yuradigan joy. Ushbu uyimiz mana ko'rib turibsizlar, bu tomoni eski uylar ekan. Bu tomoni ushbu tomonimiz yangi remontlantirib qo'yishgan ekan. Bu yerda yana ikkita xona bor ekan. Общий 7 ta xona ekan. Agarrotlari uzungina, kengina ekan. Ko'rib turibsizlar. Shu holatdagi uyimiz mana. Mevali daraxtlari bor, bodami, anorlari, xurmolari bor ekan. Ixchamgina uyimiz ekan, shu holatdagi uy. Kimga kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar, narxlarini kelishtirib berishadi. Sog' bo'linglar.